Assalomu alaykum azizlar, muxlislar. Mana bizning traktorlarimizni boshidan oxirigacha obzor qilamiz. Bizga muhokamalarda narxi qancha deb, keyin undan keyin polni obzor qilib bering deganlar uchun bugun obzor qilamiz. Qani keling. Bizning mana bu minik traktorlarimiz faqat orqa tortadi. Yaqinroq keling. Faqat orqa tortadi. Mana bu nuqtalarimiz, mana bu yerda razvatkalarimiz bor. Panejniy, paveshli bo'ladi. Dalalarda, yer haydovlarda, agregatlarda ishlatayotgan paytda panejniy qilishimiz mumkin, sekinlashtirib beradi. Matizrollarimiz, kuchatirlar hamma yo'q joyida ishlaydi. Pavrotniklar, svetlar hammasi joyida ishlaydi. Bu birinchi Lipski traktorimiz, mini traktorimiz. Bularning narxi 70 million. Bular keyingi Lipskilarimiz. Mana ko'rishinglar mumkin bemalol. Yangi, hammasi yangi. Damas motordan qilingan. Xudo xolasa buni kamchiliklari yo'q. Buni ham razvatkalari bor. Mana bu yerda mana bunimiz gaz, bunimiz tormozlarimiz, o'ng tomon, chap tomon joyida turgan holatda burilish uchun qo'yilgan bu tormozlar. Mana bu razvatkamiz, panejniy paveshli richagi. Mana bu skorslar. Yengil mashinada qanday skors bo'ladigan bo'lsa, ana shunday skorsga solishinglar mumkin. Endi keling. Keyingi mini traktorimiz bu Vidushi 4x4 deb ataladi. Bularda bir dona tormoz bo'ladi. Bular old tortganligi hisob uchun bitta joyda turib aylanib burilsa bo'ladi. Mana bunimiz panejniy paveshli skorsimiz, keyingi skorsimiz oldini orqani ajratib beradigan skorsimiz. Bu ham skorsimiz, Matiz skors bilan bir xil. Bakoylarimiz hamma yo'q joyida. Mana bu yerda qo'shimcha funksiyalar bor, ventilatorlari. Mana turgan holatda ham qizib ketsa yoki boshqa bo'lsa, xudo xohlasa qizimaydi. Ventilatorlarimizni yoqib qo'yishingiz mumkin. Bunimiz mana Matiz motordan qilingan. Bunimiz jinday baquvvatroq, Damas motoriga qaraganda jinday ozgina emas, anchalik baquvvatroq. Bularimizni oldi ham tortadi. Bemalol ko'rishinglar mumkin. Mana oldidan ham olib, ostidan ham olib ko'rsatishingiz mumkin. Vidushi balonlarimiz 16 Turkiya balon. Diametri 7 ga 750, 16 balonimiz. Diametrlari bu orqa podvesnoylarimiz 28 traktorda podvesnoylari qo'yilgan. Ichida ensilarimiz bor. Ensilar 10 ensilar qo'yilgan. Mana bu benzin bakimiz. Keyingi traktorlarimizda ichiga o'rnatganmiz benzin baklarni. Mana ichkariga o'rnatilgan benzinlar hammasi ko'rinadi, bemalol ko'rishinglar mumkin. Priborimizda svetlari hammasi joyida ishlaydi. Bizdan uzoqlashmang azizlar. Xudo xohlasa keyingi traktorlarimizni ishlab chiqarishni boshladik. Tez kunlarda uni ham bitganini qo'yamiz. Yana bir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentga yozishinglar mumkin. Hammalarga tashakkur, kattakon.